Keldingizmi? Ko'rmay qolma. Mana bu qo'lingdagi telefonni azina u yoq-bu-yoqga e'tiborliroq bo'lsang, meni kelganimni o'shanda sezasan. Adas, mana qo'lingni qarang, chiroyliligini olib berasiz-a? Qo'li chiroyli ekanmi deysan? Men ishdan kelyapman inson. Men nima dedim? Prosta qo'li yo'qdi, olib berasizmi dedim. Qo'li chiroyli desam? Inson, men ishdan kelyapman. Meni kutib olish, oldimga ovqat qo'yish, seni gapirayotgan gapingni qaragan, qo'li chiroyli olib berasizmi? Yuzimga mana bunaqa qilib telefonni tutgandan ko'ra, bunda oldimga ovqat qo'y. Xo'p, nima bo'pti ishdan kelgan bo'lsangiz? Xo'p, mayli, menga qara. Ovqating bormi? Qornim ochib ketdi, bo'ldi. Bu narsa qo'y oldimga. Yo'q, qilmadim. Nima ish qilsan o'zi? Uyda hamma narsa bo'lsa, vaqting bemalol bo'lsa, ortiqcha ko'chada ishlamasang, qiladigan ishing faqat shu uydagi ish bo'lsa, shuni ham qilmaysan. Nima qilsan o'zi? Bitta ovqatni tayyorlab oldimga chiroyli qilib qo'ya olmasang. Men uyda ertalabdan kechgacha o'ynab o'tirganim yo'q, uy ishlarini qildim, qizimizni bog'chaga olib bordim. Shuncha ishlarni qilishi o'zi bo'lmayapti. Ham ishlarimni qilib bo'lib, endi qo'limga telefonni olgandim, siz kelib qoldingiz. Shuni ham endi ko'p ko'ring. Men senga nima dedim? Nima dedim? Hamma kiyimmi? Ishxonaga kiyadigan kiyimim bu. Shuni yuvib qo'ygan deb turib bir hafta oldin aytdim men senga. Sen bo'lsang shuni shundoq olgansan-da, veshilkaga yuvmasdan turib qo'yib qo'yibsan. Shu yaxshimi shu? Ha? Men senga yuv buni kiyaman degan edim. Namuncha vahima qilasiz, esimdan chiqib qopti-da, boshqasini kiyib turing. Menga osonmi? Bu yoqda qizimiz, bu yoqda siz, bu yoqda uy ishlari, ulgurmayapman men hech narsaga. Boshqa kiyim kiyib tursiz, hech narsa qilmaydi. Qizimizni bahona qurmagan bo'ptimi? Qizimiz har kuni bog'chada bo'lsa, senga nima og'irligi tushyapti? Men qayerdan bilaman bu kiyim kirligini? Men to'rtta qo'lim bo'lmasa kerak, o'zi qiz farzand bo'lganimizdan keyin hech narsaga vaqtim bo'lmayapti. O'zimga ham qaramay qo'ydim. Shu ro'zg'or tashvishi jonimga tegib ketdi o'zi. Xo'p, nima qildingsan? Ha? Nima xohlaysan mendan yana? Men nima qilib berayman shu uyga sal e'tiborli bo'lishing uchun, menga e'tiborli bo'lishing uchun? Gapir, nima xohlaysan mendan? Hozir Instagramda hamma xizmatkor olyapti. Men ham e'lon qo'yaman, biz ham xizmatkor olaylik. Sal bo'lsa ham menga yordam bo'lardi. Xo'p, men shu xizmatkorni olsak, uyga, menga e'tiborli bo'lasanmi, sal bo'lsa ham? Hadi, u ishlarga qaraydi, men siz bilan qizimizga qarayman. Shunda hamma narsaga ulguramiz. Bo'pti. Faqat ishonchli odamni topgan. Har kimga ham hozir ishonib bo'lmaydi. Siz unisidan xavotir olmang, men o'zim boplayman. Sana onangdan mana shunaqa xizmatkor so'raganmikin-a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men sizlar yarim soat oldin telefonda gaplashgan qiz bo'laman. Yuborgan lokatsiyasi bo'yicha ish masalasi bo'yicha kelgan edim. Ha, tanidim. Hozir men sizni uy bilan tanishtiraman. Ishni bugundan boshlasangiz bo'ladi. Oylik kelishganimizda bo'ladi. Hozir ish unaqa ko'p emas. U bu joylarni tozalab, ovqat qilib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, bo'ladi, tushundim sizni. Yuravering. Ovqat shirin chiqibdi, ko'z tegmasin. Ha, bo'yi Mohizoda kelgan edi, shu qilib ketdi. Kim u Mohizoda? Xizmatchi? Ha. Tushunarli. Qo'llari shirinlagan, dard ko'rmasin. Men ham qo'lim shirin, faqat qilmayman-da, bilasiz-ku. Balki. Uyam toza bo'lib qoptimi, ha? Anchadan beri bunaqa toza ko'rmaganimga boshqacha bo'lyapti, xuddi anu bir uyiga tushib qo'yganga o'xshamayman. Mohizoda kelib 2 soat ichida hamma yonni top-toza qilib ketdi. Baraka topsin Mohizoda. Yaxshi. Aytgancha, yangi ko'li oldim.
E'tibor ham bermadingiz, chiroyli ekanmi? O'tgan safar ko'rsatuvdim-ku sizga. O'zingga o'xshab azin e'tiborsiz bo'lib qolmanda. Raza yarashibdi, yenga oldingmi? Ha? Shu bir nima deb ketmasingiz bu. Ha, yaxshi-da. O'zing ham ovqatlanib olgan bo'ptimi? Yo'q, men ishtaham yo'q, yegim kelmayapti. Mayli. Men kirib azin yoting, dam oling. Charchadim rosa. Voy, Assalomu alaykum. alaykum assalom. Uzr, ishlayotganmi deysiz? Men bu narsamni olay dedim deb. Bemalol. Eng keldingizmi? Ha, yangi kelgan edim. Ha, yaxshi. Charchab qolmayapsizmi ishlar bilan? Yo'q, rahmat. Adasi, qarab boring. Hozir. Mayli, charchamang. Xo'p, rahmat. Ha? Xonada xizmatchi borligini bilib kirishish shartmidi? Ozgina ish qolgandi shunda ham. Aytsangiz o'zim olib berardim shu kiyimingizni. Hey. Men u xizmatchini o'tda ishlayotganini ko'rganim yo'q. Bahona qilmang menga. U baqir-chaqir qilma. Men ko'rganim yo'q deyman. Agar o'ttaligini bilsam kirib o'tirmas edim. Shoshib keldim bu yoqqa. Bahona qilmang dedim menga. Bu inson ko'rganim yo'q deyman. Og'aynimning narsasini berib yuborishim kerak. Shoshdimda kirsam turgan ekan. Oldim narsamni. Bo'ldi, ortiqcha hech narsa bo'lgani yo'q. Aytsangiz o'zim olib chiqib berardim o'sha kiyimingizni. Ko'rganim yo'qman deyman. Bo'pti, bor. Xatga. Baqirma. Og'aynimning oldiga narsasini berishim kerak dedim. Nigina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qolmayapsizmi? Nigina qani? Ichkarida edilar, chaqirib beraymi? Mayli, shart emas, o'zim chaqiraman. Ovqatingiz bormi? Boy qilib qo'ygan edim, siz beraymi ovqat? Yaxshi bo'lardi. Sutib turing. Ye, assalomu alaykum. Keldingizmi? Assalom. Ha. Ne aytmadingiz men kelganingizni? Men aytmayman, 2 marta, 3 marta chaqirdim ham bitta. Nigina deb qaramadingmi o'zing? Xo'p, shunga jahl qilish shartmi? Nigina opa. Saminani oldiga kiring siz. Kiyimlari bor, qarab qo'ying shunga. Aytganingizda o'zim so'z berardim shu ovqatingizni. Yoki nima, xizmatchi? Uchroq o'zingni nima deyapsan? Hoy, eshitib qoladi-ku. O menga qara, asabimni yozsan bir haftadan beri. Shu qiz kelib ishlashni boshlagandan beri menga har xil piching gaplaringni qo'ysan. Nima xohlaysan mendan o'zi? Nima xohlayotganim anu ketgandan keyin gaplashamiz. Oling ovqatingizni, xizmatkorimiz o'z qo'llari bilan tayyorlagan. Asabimga tegmagan bor, yemayman ovqatingni ham. Ishtahamni ham o'ldirding. Anu xizmatchi balki tepasida turganda yermidingiz? O'rgildim. Nigina. Men bu ham kiyimimni tez dazmol qilib bergan. Bugun o'rtoqlarim bilan o'tirishim bor, borishim kerak. Shuni kiyaman. Boring, ana Mo'xizodaga ayting, kakras ichkarida kimlarni dazmol qilyapti. Sen jinniromisan? Men qanaqa qilib kiyimimni besh begona insonga bor dazmol qilib bering, iltimos deyman. O'ylab gapiryapsanmi? Bor bo'lmasa o'zing qildirib kelgin. Shuni o'kirib etish qiyinmi? Shunga meni ovora qilish shartmi? Ko'rmayapsizmi, bandman. Bo'pti. Sinem, bitta iltimosim bor edi. Mana shuni shunday dazmol qilib bering. Niginani qo'li band ekanda. Ha, bo'ladi. Keyin u shkaf ichida ham ko'k ko'ylagim bor edi. Shunday anaqa qilib bering. Ye. Men tushunmadim sizlarni. Nima siz bu yerda gaplashib turibsiz? Nima qilib turibdi deb o'ylaysan? Men sizga savol berdim. Nimaga bu yerda gaplashib turibsizlar? Nigina opa noto'g'ri tushunasiz hammasini. Men juda yaxshi tushundim. Sen jinniromisan? Yo, atila asabimga tegyapsanmi? Men seni oldinga dazmol qildirish uchun ko'ylakni olib bordim. Yo, bandman, qilmayman hozir deding. Boring yana Mo'xizoda dazmol qilyapti kiyimlarni deding. O'shanga qildiring deding. Keldim men bu yerga dazmol qildirgani. Nima xohlayapsan yana menga kelib olib? Men dazmol qildiring dedim. Kelib gaplashib turing demadim. O, asabimga tegma, men gaplashib o'tirganim yo'q. Kelib turib tushuntiraman, men buni dazmol qilib bering deb turib. Nima gap bu? Nima qilmoqchisan o'zi? Men sinimdek ko'radigan insonimga nima gapiryapsan?
Nima buni tarafini olasiz, a? Nigin opa, men siz o'ylagandek qiz emasman, kimni bo'ylab olsizmi? Men juda yaxshi tushundim hamma narsani. O'chir ovozingni, nomussiz, tarbiyasiz. Noto'g'ri tushundingiz hammasini. Yo'qol uyimda, men o'zi bilgandim boshida shunaqa bo'lishini. O'chir ovozingni, jonimga tegding. Hiqildoqimga kelding o'zi. Maqsading nima o'zi? Shunaqami hali? Yo'qmayapti mana qiliqlaring, gap so'zlaring bor yo'qol ko'zimga ko'rinmadi. Yaxshi. Ketaman. Chiqib ket, ko'zimga ko'rinma. Lekin hamma yo'ni buzib keyin ketaman. Yo'qol. Nima holatganini o'zi bilmaydi. Keldingmi o'zingga? Juda noto'g'ri ish qilding lekin bor-ku. Sen o'sha nomussiz degan qizga ozgina bo'lsa ham o'xshaganingda hozir bunaqa narsalar bo'lmagan bo'lardi. Uy ishlarida ro'zg'orda qiynalmagin deb turib men senga xizmatchi olishingga rozi bo'ldim. Men u qizga biror marta yomon ko'z bilan qaraganim yo'q, tushunsanmi? Shunchalik ablah deb o'ylaysanmi meni? O'z singlimdek ko'rgan insonimga nima gaplar qilib tashamading? Yo qaysi miying bilan yomon xayolni o'ylading? Xizmatchi olishni taklif qilgan o'zing bo'lding. Tuhmat qilgan ham o'zingsan. Senga shunchalik osonmi? Ha? Uyingga kelib, men bitta og'iringni yengil qilayotgan insonni nomussizga prosta tak chiqarib qo'yish osonmi senga? Yo mayli, u kecha kelgan qiz. Uni yaxshi tanimaysan. U besh begona. Lekin sen men bilan 4 yildan beri er-xotin bo'lib yashayapsan. Nahotki meni 4 yildan beri qanaqaligimni bilmaysan? Yomon ko'z bilan qaradi deb o'ylaysanmi shu qizga? Ha? Eng qizig'i bu yoqda eng katta xatoni sen qilsan. Bir bechora, begunoh odamni dilini og'ritding, ko'nglini og'ritding. Ertaga Allohning oldida qanaqa javob berasan? Hayo qilmaysanmi? Qilgan aybing uchun hali ham uzr so'rab qo'yganing yo'q. Shunchalik befarqmisan? Mayli. Bu dunyoda qilgan ishlaring uchun afsuslanmasan. Lekin ertaga Allohning oldiga borganingda menmi qilgan tuhmatlaring uchun asossiz, dalilsiz, o'zingga kelgan luboy gap bilan gapirgan tuhmatlaringga qanaqa javob bermoqchisan? Shunchalik osonmi bir insonni suyuq oyoqqa chiqarib tashlash? Bir insonni buzuqlikda ayblamoqchi bo'lsang, unga nisbatan daliling bo'lmasa ertaga buni javobi juda ham og'ir. Qolgani endi o'zingga havola. Sal bo'lsa ham vijdoning qiynalsa agar, bor bo'lsa uzring so'rab qo'ygan. Mohizoda, singlim, bilaman mendan xafasiz. Men sizga tuhmat qildim. Men sizdan kechirim so'ragani keldim. Bilasiz, hammamiz ayol kishimiz, hammamizda rashk degan tushuncha bor. Rashkim tutib ketdimi, bilmadim. Sizga og'ir gapirib bordim. Siz juda ham tarbiyali, odobli qizsiz. Aytgan gaplarim uchun chin dildan pushaymonman. Kechira olsizmi, kechiring. Aytgancha oyligingizni ham hali olmagandingiz. Shuni berishim kerak edi. Buni oling, bu siz ishlagan halol haqqingiz. Qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Rahmat opajon, men sizni allaqachon kechirganman. Rahmat sizga Mohizoda. Keyin bir narsani iltimos qilsam bo'ladimi? Bemalol, so'rang opajon. Kelganingizdan beri kuzataman. Juda ham tartibli va ozoda qizsiz. Kelishingiz bilan uyimizdagi muhit ancha o'zgardi. Shuni ham menga o'rgata olasizmi? Balki turmushimda kerak bo'lib qolar. Opajon, o'rgatadigan narsani o'zi yo'q-ku. Agar turmushingizga, oilangizga e'tiborli bo'lmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha uyingizni ozoda tuting. Chunki uyi tozaligi ayol kishining yuzi derdilar oyim. Bizning uyda har doim odamkashlarga issiq ovqatlar tayyor bo'lib turadi. Men doim shu muhitga o'rganib qolganman. Siz ham shuni qilsangiz, turmush o'rtog'ingiz xursand bo'ladilar. Keyin opajon, aql o'rgatmoqchi emasman. Erkak kishining yuziga tik qarab, gap qaytarib gapirish ayol kishining tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Oyim har doim buni tarbiyasizlik deb o'rgatganlar. Shu ham yodingizda bo'lsa, o'zingizga foyda deyman-de.
Men uyimizda har doim shuni ko'rib katta bo'lganman. Sizga ham shuni maslahat qilib aytaman. Hammasini tushundim. Sizga yana bir marta rahmat Maqsuda. Endi biznikida ishlamaysizmi? Yo'q, uzr, men boshqa joyda ish topgan edim. U yerdan hozir bo'shab keta olmayman. Lekin sizga rosa o'rganib qolgandik. Men ham sizga rosa o'rganib qolgan edim, ayniqsa Saminaga. Voy, Samina ham har kuni sizni so'raydi. Ozgindan keyin bog'chadan olishim kerak. Yana uyimiz bolalarni qiych o'yga to'ladi. Mayli, unda Saminani o'qib qo'ying. Men uyga bora qolay endi. Kattakon rahmat. Ha, qaqqa? Ishga Ovqat yeb ketmaysizmi? ko'chadan yeyman. Men sizga ovqat tayyorlab qo'ydim. O'tiring, tezda so'z beraman, yeb oling. Voy, nimaga qarab turibsiz? O'tiring. Nima qilib qo'yding? Ovqat tayyorlab qo'ydim. Ovqat qilding? Voy, ha, ovqat. Ataylab qilmadim. Ichkariga kiring-da. Shuni alishtirib olasiz, dazmol qilib qo'yganman boshqasini. Dazmol ham qilding. Ha, dazmollab qo'ydim. Mayli, ichkisi ataylab qo'ygani yo'q. Ovqatingni so'z bo'lmasa. Ha, suzaman. Kiyimizni almashtirib turing. Ha, lekin qurbon qolsa kerak menimcha mashina ozgina kutib tursak.